Ustalar, sizni aldamayotgan qatdan bilsangiz bo'ladi. Ko'pchilik aldanib qoladi. 7 va 10 sm qaranglar. Shu holatda soladigan bo'lsangiz mana 7, ayrim joylar 8, ayrim joylar 10 sm gacha chiqaveradi. Bu nima deganlarga, pena beton xizmatini kvadratini 7 sm dan 10 sm gacha quyuq suyuq quyib berilyapti. Bu joyimizga 60 kvadratga 2 million 700 ming so'mga hamma yo'g'i ichida bunaqa havo o'tkazadigan materiallargacha qilib berilgan. Mana bu yerga tunika qilingan ekan. Biz issig'iga chidalmayapmiz. Demak, uyning ichiga ham issiq o'tkazib yuboradi. Endi hozir shunday quydirgandan keyin umuman issiq o'tkazmaydigan bo'ladi. Har xil hasharotlar kirmaydi va uyingiz ichida mebellar chang qilib bo'ladi. Undan tashqari bemalol uyning ichiga ham steyashka qilib quyib berishaveradi. Shuna gilamni solib yashashingiz ham bo'ladi. Xolasangiz parket qilsangiz bo'ladi. To'kilib oldi ustidan ham qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda eng zo'r yechim shu narsamiz pena beton xizmatida bo'lyapti. Chunki Rossiyalarda hozirgacha foydalanib kelishyapti. Sovuq joylardan foydalanayotganda, nimaga biz foydalanmaymiz? Bemalol foydalansalar ham bo'ladi. Agar siz eski shunaqa loy bostirgan bo'lsangiz, ustidan ham yupqa holatda quyib berishadi. Rezultatini o'zingiz bilasiz. 40 ming so'mdan 45 ming so'm, 50 ming so'mgacha joyingizdan kelib chiqib turib qilib berilaveradi. Telefon qilib Ravshan Medonov sana 45 ming so'mdan kvadratini qilib berilaveradi.